Mashinaning narxini aytgunimizcha, bitta like bosib, podpiska bosib turing. Videoning oxirida narxini aytamiz demaymiz. 2023-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili $10.500 ga. Avtomat korobka, kraskasi top-toza, metan gazlari bilan bosib o'tgan masofasi, probegi 58.000 km. Mashinaning texnik holatlariga qarab akkuratni haydashgan, 4-pakalani yaxshi metan gazlar o'rnatib qo'yilgan, polностью 100% shuma izolyatsiyalar qilib qo'yilgan. Tomlari bilan balonlarning holati o'rtacha, yomon emas, hali ozgina yurib tursa bo'ladi. Saloniga keladigan bo'lsak, akkuratni salon, plastmassalar qirilib ketmagan, sideniyalar cho'kib qolmagan, rul holatlari ham zo'r turibdi. 58.000 probeg, o'zini shtatniy magnitofonida video registrator bor. Akkuratni, приятный salon. Kuzovi 100% toza, kichkina ikkita defekti aybi bor, u ham bo'lsa kapotining uchida vmyatina chiqarilgan, mana shu shrami bilan qolgan, kraska tegmagan. Va o'ng taraf porogida ikki qarich ezilgan joyi bor. Kraskasini bemalol tekshirib olishingiz mumkin, top-toza, kraska tegmagan, ikkita defektini hisobga olmaganda. Narxi $10.500, mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini har doimgidek video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.